Sochlaringiz to'kilishini kamaytirib, ularni qalin va yaltiroq bo'lishini xohlasangiz, quyidagilarni bajaring. Avvalo, 3 ta rozmarin shoxchasidan barglarni ajrating. Endilikda kattaroq idishda 1 litr suvni baland olovda qaynating. Suv qaynaganidan so'ng olovni pasaytiring va rozmarin barglarini soling. 15 daqiqa qaynating. Vaqt o'tgach, suv rangi o'zgarganini ko'rasiz. Oxirida ushbu aralashmani suzish orqali rozmarin damlamasini olasiz. U sineol, kamfora, barneol va flavonoidlarga boy. Bu damlama soch o'sishini faollashtiradi, soch ildizlarini mustahkamlaydi, to'kilishni kamaytiradi va sochlarni mustahkam hamda hajmli qiladi. Qanday qo'llash kerak? Rozmarin suvini spreyli idishga soling. Xohlasangiz idish ichiga bir dona yangi rozmarin shoxchasini ham qo'shishingiz mumkin. Shuningdek, bitta dolchin tayog'ini ham qo'shish mumkin. Dolchin sochlarga atrof muhit ta'siri yoki ortiqcha issiqlik sababli yetgan zararni kamaytiradi. Bu spreyni soch yuvgandan keyin qo'llang. Xohlasangiz har kuni ham foydalanishingiz mumkin. Sochlaringizni bo'lib, spreyni to'g'ridan-to'g'ri bosh terisiga seping. So'ng 1 daqiqa davomida massaj qiling. Bu moddalarning yaxshiroq singishiga yordam beradi. Yuvish shart emas. Agar bu retsept sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda birdan ungacha baholang. Profilga obuna bo'lish va videoni do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat.